2009 1.5 dons kraskasi hapyor sepilgan deb maqtaymiz-da endi. Kraskasini olib kelib qo'y. Sal ko'rsatib ber mana. Вообще qimmat kraska sepilganda bunga. Necha pul qo'yamiz buni? 15 lik balon qo'yilgan ekan, tosh qalishi qo'yilgan ekan, yozda yursa bo'ladi, lekin qishda almashtirish kerak. Temir gazi temirmidi? Temir gaz balon. Temir gaz baloni motorda nima kamchiligi bor? Kamchiligi yo'q motorda. Aniq, javob. Moy yemaydi. Yo'q. Necha pul qo'yamiz? 3000 dollar. Oxiri beriladigan tochkasi. Necha pul? 2700 bo'ladimi aka? 2700, 2000 qo'yaylik. Ya, 2000 ga endi Matiz puli ham emas-ku. 2000. 2050. Ya. Necha pul? Ha, ozgina o'tib beraman shu 2600 dan. 2600. Bo'ldi mana sizniki emas, meniki emas, 2100. Mana o'zlarini olishimizni xohlamayaptilar. 2100 dollar. Ya aka, 2100 dollar. Matiz puli ham bo'lmayapti-ku, mojam xarajati yo'q. Siz 2200 ga berasan, bor. Ya aka. 2200. Bitta odam maza qilib minsa, ana Jigulida yurganlar, mana Matizda yurganlar, Nexia mana Legenda mana deganlarga 2200 ga berib yuboraylik, bering. Ya aka, 2600 bering. 2600? Unaqa qilib qiynavermanglar. 2200 qancha qo'shay xo'p? Bitta gap aytaman. Men 2000 dedim, siz 2500 dedingiz. 2250 ga bo'lsa bering, bor. Mayli, baraka. Barakam 2250. O. Ana. Bizning hurmatli obunachilarimiz uchun bahosini 2250 dollarga ko'ndirdik. 2009-yil Dons motorda hech qanaqa kamchiligi yo'q debdilar. 100 talik temir gazlari bor ekan. Salonlari juda ham akkuratniy holatda turibdi. Super diskondisioner ekan. Narxiga 100% arziydigan mashina. 2250 dollarga yaxshi Matiz ham ola olmaysiz. Yaxshi mashina ekan, faqat kraskasi yaxshi sepilmagan ekan. Aybi shu.